Amidiyo. Rio'dan chiqqanimizga 6 kun bo'pti. Yetib kelay deb qolgandimiz. Buenos Aires soat qandoqdi? Anlasam Buenos Aires Argentinaning hammadan cho'ng shahar ekan. Cho'qim egiz binolar, yana bog'cha, o'rmonzorliklar bo'lishi mumkin. O'rmon ichida cho'qim sening do'stlaring bor, Amidiyo. Cho'qim shundoq. A? Amidiyo, Argentina bu yerdan hech jiroqlikda, Amidiyo. Qancha chiqqan bilanmi ko'ramaysa? Qaytib kesh. Yo'qshimsiz? Yo'qshimsiz. Aslida biroq hech narsa qolmabdi. Rahmat. Sana qizi beray. Ma, qiziye. Bek tatlıqqa. Nino. Bu ishni to'g'ri. Buni boya og'amchi bilan yasagan bir qiziqarli. Buni o'ynashni bilamsan, Nino? Qarab tur. Men sana buni o'ynashni o'rgatib qo'yay, Nino. Qara, Amidiyo midirlama. Midirlama. Voy. Amidiyo, men seni midirlama demdimmi? Buni o't midirlama, Amidiyo. Sen o'ynabsan, Nino. Chita, men etib baq. Bek yaxshi bo'ldi, Nino. Buni undoq o'ynamaydi. Hada? Marko, Nino uyadimi? Siz bir yere chiqsangiz bo'lmaydi, Hada. Hech qisi yo'q. Bugun salomatligim xeyli yaxshi. Ninoni sizni tashlab turib sizni avvar qildim. Yo'q, hech qisi yo'q. Nima degan yaxshi shamol bu. Ko'nglimiz xeyli ichilib qoldi. Shundaqmi, Marko? Kun bo'yi bu yerda o'ltirsa nima degan yaxshi. Kechda texim chiroyli bo'lib ketdi. Janubiy Koreys yulduzi 5 chiroyli ko'rindi. Janubiy Koreys yulduzi? Samanyol sistemasidagi 4 yulduz. Siz bu yerda kunda ko'ramsiz? Shundoq. Opamni ko'rdiganga oz qoldi. Paraxod Buenos Airesga bas, opingiz bilan ko'rsiz, shundaqmi? Lekin bu men milli tog'am topsam, ondan opamning nerligini bilalayman. Shundaqmi? Opamning xetni milli tog'am bizga yetkazib berdi. Biz xetimizni milli tog'amga bersak, u opamga yetkazib berdi. Milli tog'am? Dadamning yaqin tuqqani, u xeyli burun Argentinaga ketgan. Bu uni adres ko'rib boqamsiz ada. O'qibekmi? Lavs Atis ko'chasi 175-numur. Opam xetida yangi xizmat topaman debdi, lekin uzoq bo'ldi xetganmidi. Tag'ingizni topsangizlar, opingizni topa olaysiz. Shundaqmi? Opingiz ko'z qancha xo'sh bo'lib ketar, ha? Hada, siz nega borsiz? Federik buvay bordigan Rosharidan ancharoq bo'lmagan Santa Fe'ga berib, yana 2 kun Harvada o'ltiramiz. 2 kun Harvada? Undoq bo'lsa Nino dadasi bilan ko'rishadigan xeyli bor ekanda. Nimali degan bilan Italiyadan chiqib, Braziliyada tushib qilib, Argentinaga berib, nega berishni bilmay qolgan qaraganda ko'p yaxshi, Marko. Nima? Yana bordigan joyni uqmaydiganlar bormi texi? Undaqlar ko'p. Bu undoq bo'lsa Argentinaga nishonsizlik yapti-ku. U yerga borgandan keyin chorvachilik maydoni bo'lamdi, dehqonchilik maydoni bo'lamdi, ish qilib xizmat topadi. Ba'zilar temir yo'l yasig'ili boradi. Har holda Italiyada ishsiz yurgandan yaxshiroq. Ularning hammasi pul tepishni umid qilib, bor kuchi bilan ishlaydi, Marko. Shundoqmi?
Safar ustida kasal bo'lib qolishdan ansirgan nurg'un kishilar Braziliyada ish oldiganligini anglab Rioda parxdan tushib qoldi. Boldurroq xizmat topsa, ularning ko'ngli aromiga tushadi-da. Shundoq emasmi, Marko? Ha? Ish topmoq bek teskanda. Yomg'ir yig'ib ketdi-ku. Rost yomg'ir yig'ib o'tibdi. Nino, tez bu yoqqa kel. Ajab yaxshi bo'ldi, jonga aram berdi-ku bu yomg'ir. Bu chapanni jumay sesib ketgan-tem. Men tezroq berib, chilak deb kel. Qattiq yig'ib ketdi, diqqat qiling. Rahmat. Tez bo'ling. Pah, bu yomg'ir dal vaqtida yog'di-ku. Siz Marko bilan bilmadingiz? Hozir xeyli rohatlanib qoldim. Tez tushib ketang, tezroq. Marko, sen tushib ket balam. Hech qisi yo'q. Nimdiki atmoqlik yomg'ir bu. Havo o'zgardigandek qiladi. Qaranglar. Bulutlar nima degan tez suriladi, ha? Qaranglar. Rost, xeyli taxi havo yaxshi turadi. Kela Nino. Meni ching tutib ol balam. Pol telga qo'yib ketdi. Yo'lni boshtinglar, yo'lni. Hey, ko'pchilik, o'z o'rninglarga beringlar. Paraxodning ostiga tushib ketinglar tez. Paraxodning usti xatarlik. Chapsan. Paraxodning ishi xuddi ses turmigiga o'xshaydi. Hey, yana kirdi. Turkitayli. Bo'linglar tez. Nino, qo'zim, yuzimni surtib qo'yay. Fidrik bova, siz astronomiyani bilamsiz? Astronomiya dedingmi? Osmon qarab havo o'zgarganligini bilamsiz? Shuni de. Boya men paraxod xodimlarining havo o'zgardi deganligini anglab qoldim. Shuni sizlarni izladim. Chiqib qarasam, havo rasul chatoq turdi emasmi? Men yer teriyman, quruqlikda bo'lsam bilatdim. Lekin dengizda men. Bova, siz dehqonmi? Men Sorantoning kambag'al fuqarosi. U yer dengizga yaqin bo'lsa-mu, dengiz bilan qilchi aloqam yo'q. Shuni paraxodga chiqibla uyda o'ltirib oldim. Rost to'g'ri, sen suv uzishni bilamsan? Bilaman. Sizmi suv uzalaysiz? Opam bachaqda biz doim dengizga berib suv uzib o'ynaydik. Undoq bo'lsa bak yaxshi bo'ldi. Nino, balam, agar paraxod o'rilib ketsa, Marko akani ching tutib ol. Men degan quruqlik o'diga dengizga tushib ketsam, cho'kiblik ketma. Men suv uzamayman. Tasodifiy bir ish yuz bersa, Ninoni sizga topshirdim, Marko. Chatoq yo'q. Amidio ikkimiz Ninoni qutuldirib chiqa olamiz. Cho'qim qutuldirib olamiz. Paraxod rostla o'rilib tushadigandan gap qilibdimi? Ko'pchilikdan ayrilib qolamanmiki deb qo'rqib ketibdimi, emasmi? Rost, ashunchalik ishqim qo'rqib ketdim. Dengizda shuncha kun mingib bo'ronga uchrab boqmabdi ekanmiz, Marko. Bu tunji ketimliq bo'ldi. O'g'limga dab beradigan gap chiqdi emasmi? Bo'lolmadim. Paraxod chayqalsin, ko'nglim aylanadi. Chatoq yo'qdi, Men bu bir narsa deyolmayman. Bu och cho'ng to'lqin hisoblanmaydi. Men o'ltirgan Fergili nomli paraxod bundan kichik, lekin bundoq to'lqinlar odatki ish. Shu emasmi? Dengiz deganda bunchalik bo'ronlar uchrab turadi. Ilm ta'limimiz bor ekan. Ko'p uchirmadik. Nino, qalaymiqan qilma bolam. Jimto, Amidio, sho'xlik qilma. Amidio! Marko, onun bilan qaring bo'lmasin balam. U jiroqqa bormaydi. Sen eng yaxshisi Nino bilan paranglashgin. Shunday qilsang, bunda qalaymiqan qilolmasligi mumkin. Men nim deyman? Biroq u
Nima desang mayli. Men hozir xuddi dengizning ostiga cho'kib ketgandekli bo'lyapman. Ishqisi yo'q, Marko. Tasodifiy bir ish yuz bersa, Ninoni sizga topshirdim. Qarang bova, siz undaq demisiniz bo'pti-ku. Hadam rost deb bilib qopti, u qo'rqib ketdi. Shunlashqa, boshqacharoq gap qilgin, Marko. Ha? Angladingmi? Oy, aman tutinglar. Menga bir ne? Manga bir ne? Ha, mana sizniki. Ha, rahmat. Ha, mana. Tazimi nasbasdig'i. Yeyishimiz qattiq bolka, ichishimiz sesiq sho'rpa. Nurg'a odam og'rib qoldi. Yana tex bo'ron chiqyotdi. Kiyim juyamish tex, shu tatta ro'yingni juyvatdi. Argentinadan xizmat topamizaq, nasbasti degan gap. Hey, o degan keyingi ish. Hozir paraxod Argentinaga sog'-salomat yetib boralamdi yo'q. Kim biladi deysan? Nimanda shu egizlik qilsizlar? Qalaymigan gapni ozroq qilinglar, jimo. Voy, sizga chaqchaq qilib bo'lmamda. O'ynab gap qilsangmi, o'ylab gap qil debdikan. Odamning ko'ngli xo'sh qilgan gaplarni qilinglar. Bo'ldi. Mana gap qilmadim. Bo'ldimi? Kechiring. Paraxod boshlig'i, bu taraf normal. Nishon o'zgardi. Shamolning sur'atimi tezlashdi. Motorning avval qandoq? Boshqa ish yo'q, faqat paraxodning ichi qaynab ketdi. Hozir bo'shliq yetishmaymiz. Muhimi bo'ron chapqindan qutulishimiz kerak. Dengizchilar boshlig'iga aytib qo'y. Dengizchilarni yig'ib buyruq kutsin. Angladingmi? Bildim, hozirlik tuzaman. Jet piyora bo'tam sizada? Biroz bo'yning piyoran bo'lib ketganiga qarang. Xafa bo'lmanglar. O'zim shuni chiqib qo'ydim, ha. Amidio, Nino bilan birdam o'ynag'in. Nino, qara menga. Birozmi qo'rqmaydi ekan. Nima degan Batra? Piyora bo'lib ketotamsiz? Voy jon. Faqatli chidayolmadim. Paraxod boshlig'i nima qilyotgandi? Bu paraxod nima bo'lib ketdi? Shu emasmi biz degan pul bergan tursaq? Bizni bilak sulab qo'ygan nemisi? Ey, tazim qamlashmi ish bo'ldi-ku. Ko'pchilik yuringlar, paraxod boshlig'ini topaylik. Ular nimaga varanchiron qilishadi? Ko'pchilik ansirayotdi. Vaqirgan bilanmi beka? Chatoq yo'qdi bu. Chatoq yo'q. Men qandaqmi xotirjam bo'la olayman? Ay, tirik turib o'lib ketmaydi yana. Yuringlar, paraxod boshlig'ini topaylik. Yuringlar, birodarlar, yuringlar. Ko'pchilik, gapimga quloq solinglar. Undaq alaqsadi bo'lmanglar. Undaq alaqsadi bo'lgandan foydasi yo'q. Suv kirib ketsin, nima bo'pti? Bir oz tursak bo'ldi-ku. Ha? Bir oz yo'lchilik tursaqli bo'ldi-ku. Men bu yerda turmayman. Paraxod cho'kib ketadigan bo'ldi. Paraxod cho'kib ketadigan bo'ldi. Paraxod cho'kmaydi. Bunchalik bo'ron chopqin degan nemitdi? Men degan koni dengizchi, menga ishonmamsizlar, ha? Bu gapingiz rostmi, buvay? Bu Ishonamsizlar, ishonmamsizlar, ixtiyoringlar.
Agar cho'ng paraxod cho'kib ketadigan bo'lsa, qo'li vaqt chiqib olsanglarmi, nima qila olasizlar, ha? Hey, nima qilyapsan? Ishni yop! Tez yop! Su kirib ketdi. Hey, ishni yop deyman. Mana. Bo'ldi, endi men berib biroz uxlab olay. Bova. Bu deganlaringizning hammasi rostmi, ha? Ishonamsan, ishonmamsan ixtiyoring. Men dengizda 30 necha yil yashadim. Nurg'un bo'ron chopqinlarni ko'rgan. Bunchalik bo'ron chopqin degan nemitdi, ha? Bu to'g'ri. Deganda to'g'ri bu. Gapining asosi bor. Gapingizga ishondim bova. Vaqti kelganda deb qo'yingchi-mu, ha? Men demisammi, paraxodniki ko'pchilik kelib chaqiradi. Kim biladi? Xudomi billa kelib qolamdi, texi, ha? Ko'pchilik, anladinglarmi? Biz cho'qim bovoyning gapini anglashimiz kerak. Qalaymagan harakat qilmayli, bo'lmasa jinimizdan ayrilamiz. Buva! Aslida siz dengizchikansizda? Nədimi dengizchi bo'lay bolam? Nima bo'ldi? Men toza qo'rqyapman. Lekin ashundoq demasam teximi qalaymagan chiqadi. Odam o'lishi mumkin texi. Chidash kerak. Oxirgacha chidash kerak. Parxod boshlig'i rol kontrolligini yo'qotdi. Tez remont qilinglar, bo'lmasa belgi beringlar, tez! Bo'ldi. Parxod boshlig'i turg'un o'rildi. Nima bo'ldi? Parxod boshlig'i paraxod bo'lmay qoldi. Ey, chatoq bo'ldi boshliq. Endi qandoq qilamiz? Boshliq, qandoq qichib tayyorlandik? Nima? To'liq valaqshimi? Bu qandaq ish? Ular naqsha aytyapti. Ko'pchilik anglab turinglar. Biz paraxoddagi barliq kishilarga mas'ul bo'lishimiz kerak. Chekinishga bo'lmaydi. Nishonni to'g'rila! Xo'p!
Ölüm girdabıdan qutulub qaldıq balam. Ko'pchilik qutulib qoldi. Bu ham sizning töhfangiz. Lekin men bir yolg'onchi qeri bo'lib qoldim. Bu qalayimqanchilikda 10 yillik ömrüm qisqaraydigan bo'ldi. Bova, Ha? sizga ko'p rahmat. Undaq demanglar. Sizning ishingizni paraxod boshlig'iga dedim. U nihoyat xushal bo'ldi. Ati Buenos Airesga borganda sizga rahmat aytaman deydi taka. At Buenos Airesga ketib boramdiq. Argentinaga kelib qolayli dedik. Argentina. Argentinaga ketib borganmiz. Bova, men ketdim. Xo'shamisa. Marko opisini ko'radigan bo'ldi. Marko, apangni ko'radigan bo'lding balam. Lekin bu osonga tushmadi. Nim bo'ldi? Qo'li tugab g'eri chiqaganda. Lekin opam og'rib qolgan bo'lsa-chi, Federik bova. Yo'q. Opam sog' salomat turgan nima? U cho'qim meni saqlayotdi. Oppa. Apang yo'q. Apang o'ldi. Marko tushida ashundaq deb vaqirgan bir ovozni anglaydi. U jiddilashib xuddi saranglardek dengizchilarga paraxodni chapsonlara qaydanglar deb vaqiraydi. Federik bovoy uningga tasalli beradi. Uni rag'batlantiradi. Paraxod oxiri Argentinadagi La Plata daryosining dengizga quyilish eg'iziga keladi. Markoning ko'ziga opasining xushtabassum chiroyi ko'rinadi. Marko, "Apa, men keldim" deb vaqiraydi. Keyingi qitimda Ko'mishrang La Plata daryosi degan qismini ko'ringlar.